Inson onasini yo'qotmaguncha uning qadriga yetmaydi. Onangiz vafot etsa, uning kafallab qabristonga olib borasiz. Uning qabri ustiga tuproq tortib uyga qaytganingizda uni yo'qotganligingizni his qila boshlaysiz. Uning hidini sog'inasiz. Onangizning usti boshlari, jay namozi, chirog'i, bularning barchasi onangizni eslatadi. Endi uyning qay burchagiga bormang onangizni topa olmaysiz. O'shanda uni yo'qotganligingizni his qila boshlaysiz. Siz uning mayin ovozi bilan uyqudan uyg'onar edingiz. Bu gal esa undoq emas. Uyqudan uyg'onganingizda onangiz allaqachon nonushta hozirlagan bo'lar edi. Endi esa mehr to'la qo'llar bilan hozirlangan nonushtadan darak. Shunday ekan, imkon qadar onangizni g'animat biling. Unga shunday xizmat qilingki, go'yo onangiz sizni jannat deb, siz rohat farog'at yo'qdek his qilsin. Aslo onangizni ko'nglini ranjitmang. Modomiki onangiz hayot ekan, uni g'animat bilib roziligini oling. Afsuslar bo'lsin, kim ayrim odamlar borki, onasi keksayib qolsa, uni qariyalar uyga olib boradi. Men hayronman. Qanday qilib bunga jur'at qiladilar? Axir onalar bizning eng zaiflik chog'imizda, bir oylik norasida paytimizda oldimizga bir piyola suv qo'yilsa, shu suvni ichib jon asrash uchun unga qo'limizda ham uzata olmaydigan bir paytda onalarimiz bizni ko'z qorachig'idek asrab avoylagan, bag'rlariga bosib parvarish etgan emasmidi? Go'daklik chog'imizda bor mehrini sarflagan, yuvib tarab voyaga yetkazgan ham mana shu onalar emasmidi? Nahot onangiz keksayib, suyaklari murtlashib, sochlari oqargan bir paytda uning xizmatini qilish, haqqini ado qilish o'rniga qariyalar uyga olib borib tashlasangiz. Axir Allohning, ey Robbim, go'dakligimda ota-onam meni yuvib tarab tarbiya qilganidek ularning ikkisini o'zing rahim qilgin degan so'zi qayerda qoldi?